Aksiyalar bilan joiz yo'llarda savdo qilishni asosiy kasbga aylantirmoqchi bo'lsangiz yoki bu trading sohasi bilan jiddiy shug'ullanib, aniq bir natijaga erishmoqchi bo'lsangiz, albatta bu videoni oxirigacha ko'ring, chunki men aynan mana shu maqsadlarga erishish uchun qanday bosqichlardan o'tib borish kerakligini tushuntirib beraman. Agar bu sohani mukammal egallab, to'g'ri yo'lga tushib olsangiz, bu sizga juda ham ko'p afzalliklarni beradi, ya'ni o'z vaqtingizga erkin bo'lib, istalgan joydan bu soha bilan shug'ullanishingiz mumkin. Demak, tayyor bo'lsangiz boshladik. Birinchi bosqichda albatta bilim olish zarur. Boshqa sohalarda, faoliyatlarda bo'lganligi kabi, tradingda ham birinchi fundamentni mustahkam qo'yish kerak. Trading sohasi juda ham katta, o'rganish kerak bo'lgan mavzular, tushunchalar, tahlil va savdo usullari juda ham ko'p. Shuning uchun birinchi navbatda boshqa narsaga chalg'imasdan, men oyiga qancha daromad ko'rsam bo'lar ekan, o'zi bu narsa o'zini oqlaydimikan, yo'qmikan deb ikkilanmasdan, faqat asosiy fokusni bilim olishga qaratish zarur. Shundagina siz keyingi bosqichlarni muvaffaqiyatli amalga oshirishingiz mumkin bo'ladi. Bilim olishda ham o'zingizga eng kerakli mavzularni, eng kerakli o'rganish kerak bo'lgan strategiyalarni ajratib olishingiz zarur. Moliya bozorlarida turfa xil instrumentlar mavjud va bilim olishda ham aynan nimani o'rganishingiz kerakligi va asosiy strategiyalar qaysilar ekanligini bilib olishingiz va ularga ko'proq fokus berishingiz sizni ancha vaqtdan tejaydi. Shaxsan o'zim sizga tavsiya qiladigan instrument bu kompaniyalarning aksiyalari, chunki aynan aksiyalarda siz shariat mezonlariga amal qilgan holda qaysi aksiyalar halol yoki halol emasligini aniq ajratib olasiz va AOFI shariat standarti bo'yicha faqatgina halollik mezonlariga javob beradigan aksiyalar bilan savdo qilishingiz mumkin bo'ladi. Va bu sizga albatta xotirjamlik va qadriyatlaringizga mos ravishda savdo qilish imkonini beradi. Yetarli bilimlarni olib bo'lganingizdan keyin ularni amaliyotga qo'llash kerak va bu ikkinchi bosqichga to'g'ri keladi. Ikkinchi bosqichda men to'g'ridan-to'g'ri real hisob raqamga o'tib ketishni, katta kapital bilan boshlashni tavsiya qilmayman, balki demo hisob raqamda kamida 3-4 hafta tajriba orttirishni tavsiya qilaman. Bu sizga nima beradi? Asosiy narsa trading platformasidan to'g'ri foydalanish, orderlarni to'g'ri qo'yish, siz sotib olayotgan aksiya qanday o'zgarayotganligi, foyda yoki zarar bilan siz o'sha сделкаларni yopishingizni ko'rishingiz mumkin bo'ladi. Ya'ni real hisob raqamga o'tishdan oldin bu sizga virtual pul bilan simulyatsiya qilib, aynan qanday amaliyotda bo'lishligini ko'rsatib beradi. Va keyingi bosqich, ya'ni 3-bosqich bu sinab ko'rish bosqichi hisoblanadi va bu bosqichda siz o'zingizni har tomonlama mana shu trading sohasi sizga mos kelishini sinab ko'rasiz. Ya'ni vaqt tomonlama, ya'ni yetarlicha vaqt ajrata olasizmi? Psixologik tomondan siz kapitalingizni to'g'ri boshqara olasizmi? Risk menejmentga amal qila olasizmi? Va real hisob raqamda siz tahlillaringiz, savdolaringiz qanchalik darajada to'g'ri ishlayapti, ana shuni har tomonlama o'zingizni sinab ko'rishingiz kerak bo'ladi. Ya'ni yakuniy qaror qabul qilishdan oldin shoshilmaslik kerak va o'zingizga kamida 3-4 oy vaqt berishingiz kerak. Bu boshqa tomondan sizga bozordagi har xil holatlarni ko'rishdi. Har xil holatlarda to'g'ri qaror qabul qilishni o'rgatadi va bu eng muhim bosqich hisoblanadi. Va nihoyat 4-bosqich bu tajriba orttirish va sohaga to'liq kirib kelish bosqichi hisoblanadi. Va bu bosqichda endi siz 3-bosqichdan agar o'tgan bo'lsangiz, bu sohani past balandliklarini ko'rasiz. O'zingizni qayerlarda xato qilganingiz, nimalarga e'tibor berish kerakligi, o'sha xatolardan olgan xulosalaringizni jamlagan holatda tizimli ravishda savdo qilishni boshlaysiz. Va ayni mana shu bosqichda endi siz moliyaviy holatingizdan kelib chiqib, kapitalingizni asta-sekin ko'paytirib borishingiz yoki investor bilan birgalikda ishlab kapitalni boshqarishingiz mumkin bo'ladi. Va mana shu 4-bosqichda ham bu tajriba orttirish deganimiz sababi o'zi bozorda har xil sikllar bo'ladi va ana shu sikllarda aksiyalarning narxi, umuman bozorning kayfiyati har xil harakatlanadi. Ana shu har xil harakatlanishda siz qanchalik darajada to'g'ri ishlay olyapsiz, qanchalik darajada barqaror daromad ko'ra olyapsiz, ana shu sizga har tomonlama tajriba beradi. Va bu tajriba olish o'z-o'zidan vaqt talab qiladi. Shunchaki 1 hafta, 2 haftada tajribali, daromadli, muvaffaqiyatli trader bo'la olmaysiz. Shuni albatta esingizdan chiqarmang. Va ayni mana shu 4-bosqichda ham kamida 3-4 oy ishlashingiz kerak bo'ladi.
Shunda biz hamma bosqichlarni jamlab hisoblaydigan bo'lsak, bilim olish uchun 2-3 oy kamida, ba'zilar uchun bu 4-5 oy ham davom etishi mumkin. O'rtacha 3 oy deb oladigan bo'lsak va undan keyingi bosqich demo hisob raqam 3-4 hafta dedik. Buni ham 1 oy deb olamiz va undan keyingi sinab ko'rish bosqichi ham kamida 2-3 oy davom etishi kerak va tajriba to'plash va to'liq kirib borish bosqichi ham 3-4 oyni oladigan bo'lsak, siz o'rtacha albatta o'zingizni harakatingizga, o'zingizni vaqt ajratib, bu soha bilan qanchalik faol ishlashingizga qarab 6 oydan 9-12 oygacha bu sohaga to'liq kirib borish uchun vaqt oladi. Va ayni mana shu vaqtda siz bozorning har xil holatlarini ko'rasiz, xatolaringizdan xulosalar chiqarasiz va aniq sizda statistika ham bo'ladi. Masalan, 50 ta savdo qilgan bo'lsangiz, 50 ta savdodan nechtasini foyda bilan yopgansiz? O'rtacha foyda olish ko'rsatkichingiz qancha? Va hokazo kabi statistika ham bo'ladi va bu o'zingizga ishonch beradi. Ya'ni siz o'sha oldin qilgan savdolaringizga o'xshash savdolar, ya'ni tahlil g'oyalar keladigan bo'lsa, taxminiy qanday harakatlanishini bilasiz va tavakkal qilishdan qo'rqmaysiz. Demak, aksiyalar bilan halol trade qilishni asosiy kasbga aylantirmoqchi bo'lsangiz yoki hozirgi kasbingizga qo'shimcha passiv daromad manbaini yaratishga jiddiy kirishmoqchi bo'lsangiz, bu sohaga to'liq kirish, ya'ni o'rganish hamma bosqichlarni hisobga olganda, mana aytib o'tdik, kamida 6 oy vaqtni oladi. Shuni hisobini oling. YouTube'dagi 3-4 ta videoni ko'rib yoki 1-2 ta kitobni o'qib, shoshib bu sohaga kirmang. Katta depozit qilib birdaniga bu sohadan katta daromad topsa bo'lar ekan deb pullaringizni behudaga yo'qotmang va tizimli ravishda bosqichma-bosqich yondashadigan bo'lsangiz, albatta video boshida aytib o'tganimizdek, bu sohani juda ko'plab afzalliklari bor va bu eng katta afzalligi vaqt tomonlama va makon tomonlama, ya'ni qayerda turishingizdan, qayerda ishlashingizdan qat'iy nazar siz bu soha bilan shug'ullanishingiz mumkin bo'ladi. Yana bir muhim ma'lumot, agar siz bu sohaga rostdan qiziqayotgan bo'lsangiz va tizimli, samarali o'rganmoqchi bo'lsangiz, bizda Uplift Trading dasturi ham mavjud. 90 kun davomida har bir kun uchun alohida ajratilgan mavzular, Telegramda yopiq guruhlar, mentor va ustozlar nazorati, jonli efirda savol-javoblar va real bozor holatida tahlillarni, strategiyalarni va shaxsan o'zim ishlatadigan trading uslubini o'rganishingiz mumkin bo'ladi. Bizda hozir maxsus chegirmalar ketmoqda. Quyida havola qoldiramiz. Havola orqali ma'lumotlaringizni qoldirsangiz, menejerlarimiz siz bilan bog'lanishadi va batafsil ma'lumot berishadi. Video foydali bo'lgan bo'lsa, like bosishni va izohlarda o'z fikrlaringizni qoldirishni unutmang. Keyingi videolarda ko'rishguncha salomat bo'ling.